Assalomu alaykum azizlar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ancha bo'ldi video qo'ymaganimga. Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam 8-fevralda ekilgan joyimizga keldim. Hozir bu yerda qilinayotgan ishlar bilan tanishtiraman. Bu o'sha joyimiz piyoz ekilgan. 2 marta o'tga qarshi dori sepganmiz. Mana bundan tashqari o'toq qildiryapmiz. Piyozlarimizni hozirgi holati bu yoqqa endi 1-2 kunda suv qo'yamiz, xudo xohlasa. Bu joyga 250-300 kilodan taxminan ammofos berganmiz. Bundan tashqari bu joyga tok olib kirdik, stolba o'rnatdik, transformator qo'ydik, quduq qazdirib suv chiqardik. Quduq qanaqa artizan emas, oddiy sirqinli suv olish uchun. Bundan tashqari nasosniy stansiya va tomchilatib sug'orish joriy qildik. Biz bu quloqlarimiz bu nima deydi? Kichkina layfli tarqatuvchisi. 120 metr pastga suv beradi, balandga emas. Xo'p, hozirgi kundagi qilinayotgan ishlar shulardan iborat. Bizni kuzatib boring. Qo'llab-quvvatlashingizdan chiqmasin. Hammangizga rahmat.